kunda Chortoq tumanidagi umumta'lim maktablarida o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning iste'dod va qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy faolligini oshirish borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Ushbu jarayonlarda maktab maslahatchilari va kelajak markazi hamkorligi muhim o'rin tutmoqda. Maktablarda maktab maslahatchisi faoliyati juda ham samarali tashkil etilgan bo'lib, bu orqali tumandagi eng chekka hududlardagi maktablarda ham kelajak markazining tarmoq to'garaklarini kengaytirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Maktab maslahatchilari tomonidan o'quvchilarni turli loyiha, tanlov va tashabbuslarga keng jalb etish, ularning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish hamda o'zini o'zi boshqarish tizimi faoliyatini qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, Prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi mazmunini targ'ib qilish, yoshlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish va kelajak rejalari yuzasidan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda ona tili, adabiyot, ingliz tili va tarix fanlaridan sertifikatlarning sohibasiman. Bu sertifikatlarni qo'lga kiritishimda maktabimiz ma'muriyati yordamlari kattadir. Kelajak kasblarni tanlashda maktabimiz maslahatchisi bilan birgalikda tumanimizdagi texnikumlar, viloyatimizdagi oliy ta'lim muassasalariga ochiq eshiklar kuniga tashrif buyurmoqdamiz. U yerda o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lmoqdamiz. Shu maktabimizda 9-11 sinf bitiruvchi sinflarni o'sha rejaga asosan oyda bir marta o'sha hududimizdagi texnikumlarga, oliy ta'lim muassasalariga, ochiq eshiklariga bordik. Bunda o'sha o'quvchilarimiz o'zlarini qiziqqan kasblariga juda ko'p ma'lumotlarni olishdi. Tumanda faoliyat yuritayotgan kelajak markazi o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim maydon vazifasini bajarmoqda. Markazda fan, sport, san'at, axborot texnologiyalari hamda ijodiy yo'nalishlarda tashkil etilgan to'garaklar orqali ishtirokchilar yangi bilim va amaliy ko'nikmalarni egallamoqda. Tuman bo'yicha markazimizda va maktablarda tarmoq to'garaklar tashkil etilgan. Bunda 2000 nafardan ortiq o'quvchilar to'garaklarga qamrab olingan. Bu yozgi ta'til davrida alohida dastur bo'yicha kelajak markazining to'garaklari faoliyatini tashkil qilmoqchimiz. Bunda maktab maslahatchilari bilan birgalikda tarmoq to'garaklarini ham yozgi dastur asosida tashkillaymiz. Maktab maslahatchilari tomonidan o'quvchilar zakovat intellektual o'yinlari, debatlar, kitobxonlik loyihalari, ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar hamda sport musobaqalarida faol ishtirok etishga jalb etilmoqda. Bunday tadbirlar yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, erkin fikrlashini rivojlantirish va jamoada ishlash ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam bermoqda. Maktabimiz maslahatchisi Ahmed Baxtiyor domla tomonidan turli tarmoqli fanlardan to'garaklar mavjud. Ulardan menga yoqadigan to'garak Ona tilim, jon dilim nomli Mirzayeva Ra'noxon ustoz tomonlaridan tashkil etiladi. Sardorlar kengashi tuzdik. Ular orqali o'quvchilarimizni har bir sardorga biriktirish orqali o'quvchilarni o'zlashtirishni sifat darajasiga chiqarish, ularga ko'mak berish ishlari tizimli ravishda olib bormoqdamiz. Bundan tashqari tarixiy maskanlarga sayohatlar, ekologik aksiyalar va turli ijtimoiy tashabbuslar orqali yoshlarda vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmat hamda atrof muhitga mas'uliyat hissini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chortoq tumani maktablarida maktab maslahatchilari va kelajak markazi tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu ishlar o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini namoyon etishi, bo'sh vaqtini samarali o'tkazishi hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan yoshlar sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda.